Demak, Olovuddin va Ali bobolarning yo'li ajralibdi-da. Ha, Olovuddin yo'lida Shahzoda Kauxani uchratibdi. Hozir u Magnusda imtihon topshirayotgan bo'lsa kerak. U yerda odamlar kuchiga qarab 6 sinfga ajratiladi, to'g'rimi? Men Olovuddinni yaxshi bilganim uchun u aniq birinchi kador bo'lishiga aminman. 6-kador. Yaxshi, keyingisi. 4-kador. Men yaxshi tushunmadim. Qaytadan urinib ko'rsam maylimi? Rostdan ham betga chopar talaba ekansan. Xato yo'q, 6-kador. Landovr. Nima? Ruhlarning yordamisiz meni qila oladigan yagona ishim shumi?